Zor Meghlubiyet 20. ئەسىردىكى كوممۇنىزىمنىڭ گۈللىنىشى ۋە ھالاكىتى ئاپتورى زبىگنېۋ برېزنىسكى ئاپتورى haqida زبىگنېۋ برېزنىسكى Amerikaның ataqlıq strategiyachisi, coğrafiyaviy siyosatchisi, Sovet ittifoqini yemirib tashlashning strategiyalik nazariya asosini yaratquchisi زبىگنېۋ برېزنىسكى 1928-yili 3-ayning 28-kuni Polshaning poytaxti Varshavada tug'ilgan. 1938-yili ota-onasi bilan Kanadaga ko'chman bo'lib borgan. 1949-yili Kanada Montreal shahridagi McGill universitetini bitirgan. 2-yili Amerika Harvard universitetiga kirib o'qigan. Doktorlik unvoniga erishib, maktabda o'qituvchi bo'lgan. 1958-yili Amerika tavallikiga o'tgan. 1960-yili Kolumbiya universitetining qonun va hukumat ilmining muavin professori bo'lgan. 1961-yili Prezident Kennedy Brzezinskiyni diplomatiya siyosati maslahatchiligiga taklif qilgan. 1962-yili Kolumbiya universitetining professori bo'lgan. Birli vaqtda Kolumbiya universiteti kommunizm masalalar tadqiqot organining mudiri bo'lgan. 1966-yildan 1968-yillargacha Johnson hukumati Davlat ishlari mahkamasining siyosiy plan komitetining a'zosi bo'lgan. 1977-yildan 1981-yillargacha Prezident Carterning davlat bexatarlik ishlari yordamchisi bo'lgan. Siyosiy sahnadan ayrilgandan keyin Kolumbiya universiteti siyosat fakultetining professori, Amerika Georgia shahri universiteti, ya'ni Georgetown universiteti xalqaroliq strategiya tadqiqot markazining yuqori darajalik maslahatchisi bo'lgan. Uning nurg'un asarlari bor bo'lib, mangulik tozalash, Sovet hokim mutlaqligidagi siyosat, Sovet guruhi birlik ixtilof, ikki davr orasida Amerikaning elektron texnik davrdagi roli, huquq va prinsip, davlat bexatarlik maslahatchisining aslimasi, musobaqa loyihasi, Amerika Sovet raqobatidagi coğrafiyaviy strategiya tuzilmasi qatorliq 10dan ortiq asarlari bor. Kirish Söz bu kommunizmning eng oxirgi krizisini bayon qilgan kitob bo'lib, kitobda kommunizm tuzumi hamda aqidasining paydin-pay yimirilish bosqichi, kunsiri cho'nqirilishayotgan qiyinchiliklarni tasvirlagan ham tahlil qilgan. Kitobda kesib aytadiki, kelarki asrga borganda kommunizm asli kelolmaydigan darajada tarixdan yo'qoladi. Kommunizmning amaliyati bilan aqidasi insonlar bilan hech qanday aloqasi qolmaydi. Kommunizm faqat o'zining ichki mohiyatidan, ya'ni garchi ba'zi sirtqi belgilarni saqlab qolsa-mu, voz kechganda ondan gullanib taraqqiy qiladi. Kommunizm 20. asrdagi eng g'ayri bo'lgan siyosiy bilan idrokning o'zgargan shakli bo'lish sifati bilan tarix betidan o'rin oldi. Mazkur kitobda 6 tarafdan isbotlash qilingan. Birinchi qismda kommunizmning tarixiy krizisdagi hal qilg'uch masala Sovet ittifoqining siyosiy tuzilmasi va ijtimoiy iqtisodiy tuzilmasi mag'lub bo'lganligini muhokama qiladi. Ikkinchi qismda Sovet ittifoqining islohot qilish va sotsialistik tuzumni gullantirish uchun ko'rsatgan tirishchanliklarini texmi cho'nqurlab tekshirib, islohotning muvaffaqiyatli bo'lishining ehtimolligi yo'q deyarlik ekanligini,
ichki yemirilish yoki malamanchilikning davomlashadiganligini kesib aytadi. 3-chi qismida Sovet ittifoqining Sharqiy Yevropaga majburiy tangan kommunizm tuzilmasi keltirgan ijtimoiy va siyosiy oqibatlar aslab o'tilib, Sharqiy Yevropa Polshaning o'zini ozod qilishini yo'l boshchi qilib, Sovet ittifoqi majburiy tangan kommunizm tuzilmasini ayblash muqaddimasini ochdi deb qaraydi. 4-chi qismda Jungoning o'z alayidligiga ega kommunizm sarguzashtlarini aslab o'tish orqali Jungo rahbarlarining ishikni ichib o'tish hamda burunqi ta'limotlardan voz kechishi sababli Jungo islohotining muvaffaqiyat qozonishining ehtimolligi oshmoqda deb kesib aytadi. 5-chi qismida xalqarалық kommunizmning jalb qilish kuchining ideya va siyosiy jihatda zaiflashishini nuqtaliq sharhlaydi. 6-chi qismida texmi keng doirada kommunizmning qiyomatidagi azob oqibatlarga tafsiliy qarab chiqib, keyingi kommunizm davridagi ko'rilish mumkinchiligi bo'lgan hodisalarga nazar soladi. Kommunizm 20-asrning oldingi yarmidan ko'proq vaqtda davr surishning sababi kommunizm zamonning talabiga uyg'un holda zo'r ixchamlash elib bordi. Kommunizm mol-mulkni shaxslashtirish tuzumini razillikning manbasi sifatida ko'rib, o'zicha mol-mulkni shaxslashtirishni bekor qilsa, haqiqiy barobarlikni amalga oshirg'ili bo'ladi, insoniy fazilatni mukammallikka yetkazadi deb qaraydi. Bu xil kelgusi necha millionlagan xalqning qo'llashi va talpinishiga erishdi. Ularga umid ato qildi. Shunga kommunizm psixik jihatda siyosiyda yengili uyg'ongan ommaning hissiyotiga dal mos kelgan edi. Bu ma'nodan aytganda, kommunizm bilan necha cho'ng dinning jalb qilish kuchida ma'lum o'xshashligi bor. Necha cho'ng dinning har biri bir xil markaz ta'limotini yaratib, hayotning o'zligi va ahamiyatini tushuntirdi. Tushundirish atrofliq ham ixcham bo'lib, intayin chaqiriq qilish kuchiga, tasalli berish kuchiga ega. Kommunizm ta'limoti necha cho'ng dinga o'xshamagan qatlamdagi kishilarga o'xshamagan sharhlarni berdi. Eng oddiy yashmisi bor. Xeyli murakkab falsafaviy uqumlari bor. Madaniyat saviyasi o'xshash bo'lmagan kishilarga nisbatan aytganda, sinfiy kurash hayotning barliq qismi hamda kommunizm jamiyati kishilarga g'oyat zo'r baxt ato qiladiganligini bilsila yetarlik. Psixika ilmiy nuqtasidan qaraganda, xalqning dushmanlariga qarshi turishdek dahshatlik zo'ravonlikning haqqoniy qilmish ekanligini isbotlash nuqtai nazari ijtimoiy o'rni tuvan kishilarni alohida xush qiladi. Xalq dushmanlari dal o'tmishda nurg'un moddiy boyliqi bo'lgan, hozir kishilar tarafidan kamsitilayotgan, ezilayotgan va yo'qotilayotgan kishilardir. Ammo kommunizm kishilar qattiq ko'ngil biladigan masalalarning ko'z qarshi keskin javobi bo'lib qolmay, o'zini jamiyatga o'chmanlik qiladigan aqida deb qarab qolmay, yana bir xil ommabop ideya sistemasi, o'tmish va kelgusini o'zgacha tushuntiradi. Kommunizm yaqinda bilimga erishgan qatlamning atrofidagi dunyoni texmi cho'nqur tushunib beqish orzusini qanoatlantiradi. Shunga farqlantirish iqtidoriga ega ziyolilarga nisbatan aytganda, marksizm nazariyasi insoniyat tarixini tushunishning ochqichini ta'min etgandek bo'ldi.
ijtimoiy va siyosiy o'zgarish sabablariga baho berishdiki tahlil qilish usuli, bir xil iqtisodiy turmush sirini ichib beradigan zil nazariya va bir qator ijtimoiy maqsad omillariga aloqador tushuncha edi. Tarixiy dialektikaning nuqtai nazari qaramoqqa real ziddiyatlarni bartaraf qilishdiki qimmati bor usuldek qiladi. Bir vaqtda siyosiy harakat orqali dunyoni qutqizadigan inqilobni ilgari surishni, hammani o'z ichiga oladigan davlat kontroli orqali muvofiq planlangan haqqoniy jamiyatni amalga oshirishni ta'kidlaydigan, idrokni asos qilgan harakat qo'llanishni orzu qiladigan ziyolilarga nisbatan alohida jalb qilish kuchi bor. Shunga kommunizm kallisi oddiy va kallisi murakkab kishilarga nisbatan o'xshashla jalb qilish kuchiga ega. Har bir kishi kommunizmdan nishon tuyg'usi, rozi bo'lgan tushunchaga va bir xil ma'naviy ishonchga erishgandek bo'ladi. Bu ishonch kommunizm muridlariga o'zininkini to'g'ri hisoblaydigan, o'zini hammadan ustun o'ringa qo'yadigan, ishonchga to'lgan tuyg'uga cho'mdirdi. Kishiga hamma ishlar shaksiz deb his qildirdi. Bir vaqtda o'zini falsafa va ilm-fan deb jakarladi. Shaxsning aqliy tarbiyalanishi qandoq bo'lishidan qat'iy nazar yoki tarbiyalanishi aslida kamchil bo'lsin, kommunizm dal vaqtida yetakchilik va tarixiy tasalli berdi. Intayin mo'yin bo'lgani kommunizm bevosita siyosiy harakat orqali erishgili bo'ladigan narsalarni zo'r darajada oddiylashtirgan. Buningdan sirt kommunizm nazariyasi qaynoq hissiyot bilan idrokni birlashtirib, insonlar qilmishining bu ikki xil markaziy manbasiga hal qilg'ush ta'sir qilgan. Siyosiy hissiyot ehtimol g'oyat zo'r siyosiy kuchga o'zgarishi mumkin. Bilim sohasining ijtimoiy qurilish nazariyalari tarafidan jalb qilindi. İctimai quruluş yana siyosiy kuchni tanglashning boshlanish nuqtasi. Siyosiy hissiyot bilan idrok birlikda g'oyat zo'r kommunizmning eng ro'shan aloyidligini shakllantirgan davlat hokim mutlaqlikni barpo qiladi. Shunday qilib 20-asr davlatlar asri bo'lib qoldi. Bu taraqqiyotni asosiy jihatdan hech kim o'ylab yetolmagan. Darvaqa, ayni chog'dagi dangliq kishilarmi sargandon germaniyalik kutubxona boshqaruvchi inchkilik bilan sharhiylagan 19-asr bilan 20-asr atalmish paytida hech kimning diqqatini tortmagan rossiyalik risoli yozuvchisining qizg'inlik bilan qabul qilgan ko'z qarashning 20-asrda bir mahal gullangan ta'limotga aylanib qilishini o'ylabmi boqmagan edi. Amerika va Yevropami bu ta'limotning hozir mavjud bo'lib turayotgan tuzilmaning mohiyatiga ideologiya jihatdan xiris paydo qiladiganligini o'ylab boqmagan edi. Hozirgi falsafa asosi odatda mustahkam, hatto mangu o'zgarmaydi deb qaraydi. Xuddi oldin mo'ljallangandak 1900-yilning 1-kuni kelishiga agishib, dunyoning har qaysi joylarida kishilarning 2-ming yilning oxirgi bir asrning kelgusiga bo'lgan odatlangan farazlari to'lib ketdi. Farazlar tabiiyla har xil bo'ladi. 2 asr almış paytida g'arb dunyosining asosli jurnallari va siyosiy yo'llari aks ettirgan asosiy muqam cho'ng jihatdan ko'ranglab ketgan edi. Umumyuzlik ahvol bo'lsa, hozirgi holatga bo'lgan bir xil
o'z-o'zidan ko'ranglash, güllab yaşnagan kelgüsüge bo'lgan məsləhətçi mədiyyə, etiqad və siyasi əməli gücünü zo'raytishga bo'lgan. Ya'ni Amerikaga nisbatan aytganda zo'r umidlar edi. New York vaqt gazeti 1900-yili 1-ayning 1-kunidagi sodiga nazar sahifasida güllinish Amerika sanoatining har bir kasbiga kirdi. Dehqonlar kon, zavod va hunarmandchilik do'konlarida ishlaydigan ishchilarga o'xshash ilgari ko'rilib baxmagan güllinishga erishdi deb jakarladi. New York vaqt gazetining tekshirish analizi eng oxirida kesiblar Amerikada biz ilgirlash musofasida cheksiz güllinishga erisha olamiz. Güllinish davlatimizni eng oldingi qatorga o'tkazadi degan edi. Amerika prezidenti William McKinley 1900-yili 12-ayning 3-kuni va Amerika prezidenti Theodore Roosevelt 1902-yili 12-ayning 2-kuni ayrim holda e'lon qilgan davlat ahvoli dokladidimi asosan o'xshab ketadigan muqam to'langan edi. Ammo Theodore Roosevelt bir vaqtda 20-asrning dastlabida biz nurg'un masalalarga ig'ir tashqi masalalar va texmi ig'ir davlat ichi masalalarga duch kelamiz deb o'tirg'i qo'ygan edi. Ammo u ta'kidlab, xalqimizda moddiy farovonlik azaldan hozirgidek bundaq umumlashib boqqan emas. Albatta, obyektiv shart mundaq ko'p narsalarning o'sib yetilishiga foydali bo'lganda ham ba'zi nuqsonlarning paydo bo'lishiga foydali. Bu nuqsonlar amaliy mavjud. Ba'zilarining tahdidi bor. Ammo ular azob-uqubat va tushkunlikning mahsuloti emas, balki güllinishning qo'shimcha mahsuloti dedi. Axborot sohasining bosh maqolasi qarg'ularcha agishishi bu xil kayfiyat bilan qo'shilib ketgan edi. Demokratiyaga ishonish bilan Amerikaga ishonish bir ish deb qaraldi. Shimoliy Amerika obzorlari e'lon qilgan 20-asrning yuki nomli maqolasida kelgusidagi demokratiyalashish masalasini markazlik bayon qilgan. Mazkur jurnal intayin ishongan holda biz cho'qim Amerikaga umid bog'lashimiz kerak hamda faqat Amerikaga umid bog'lag'ili bo'ladi. Bu masalaning muhimligi insoniyatning kelgusiga nisbatan aytganda har qancha ko'p tursakmi oshirib etganlik bo'lmaydi. Bu masalaning javobini anglash uchun 1999-yili yoki 2000-yili insonlar orasiga qaytib kelishimizni umid qilamiz. Shu chaqda anglagan javobimizning demokratiyaga foydali bo'lishini umid qilamiz. Bu javobning eng oxirgi javob bo'lib qolishini umid qilamiz degan edi. 1900-yili 1-ayning 1-kuni Washington pochta gazeti ko'ranglagan holda Amerikaning chet ellardagi mustamlikalardagi burchini ta'kidladi. Bu orqali yangi asrning kelishini kutib olmoqchi bo'ldi. Mazkur gazet xo'shal-xuram holda mustamlikalar bizning kengayishga qarshi turadigan barliq gaplar Seg'izxonning qaqildig'inidek yiqimsiz anglanadi dedi. Yevropa quruqligida kishilar o'xshashla ishonchga to'lgan. Kelgusiga qarta o'xshashla umidga to'lgan edi. Angliyada London vaqt gazeti, ya'ni bu gazet texmi to'g'ri holda 1901-yili 1-ayning 1-kuni yangi asrning kelganligini kutib olgan e'lon qilgan obzorida umidvor shovinizm tusiga to'lgan bo'lib, bizning ishonishga asosimiz bor. Angliya va Angliyaning avlodlari
20 əsrinin axırda 19 əsrinin axırdakiga o'xshash ig'ir sinoqlardan muvaffaqiyatli o'talaydi. O çağda ular ittifoqlashgan bir imperiyaviy millat bo'lish sifati bilan avlodma-avlod yashaydi va gullanadi. İnsaniyat ishlarining qo'rg'ini bo'lib qoladi degan. Ammo Amerika sanoat kuchining gullanishi aksicha Angliyaning zo'migarlik o'rniga qarata paydo qilgan uzun muddatlik tahdidi masalasida mazkur gazetning hukmi ko'p so'g'uqqan edi. 1900-yili 12 ayning 31 kunidagi New York vaqt gazeti London vaqt gazetidan naql qilgan bir jumla so'zdan Angliyaning andisini ko'rib olg'ili bo'ladi. Angliyaning ko'p orqada qolganligidek reallikni yoshirishning qilch foydasi yo'q degan jumla naql qilingan edi. Fransiya va Germaniyada madaniyat va milliy umidvorlik shu chaqdagi asosiy melodiya bo'lib qoldi. Munbar gazetining hamma maqolasida muhokama qilingani demokratiyadan iborat saqlanғаны bo'lmaydigan markaziy tema edi. 1901-yili 1-ayning 5-kuni mazkur gazet bugun 3-dan 1 qism insonlar qonun e'tirof qiladigan va kapolat bergan huquq manfaatga erishdi dedi. O'xshash bir kuni Figaro gazeti obzor e'lon qildi. Obzorda so'zlanganning hammasi ilm-fan bo'lib, hatto siyosiy sohadagi ilm-fanning insonlarga ato qiladigan umidlarni o'z ichiga olgan edi. Figaro gazeti ilm-fan insonlarning o'zining xatoligini bilib olishiga yordam berdi, ilm orqali ko'ks qorni kengladi degan edi. Germaniyada ehtimal Yevropaning markazida turganligidek sabablik gazetlarda odatda xalqaro ishlardagi davomlashayotgan to'qinishlardan huzurlanish hamda qad ko'tarayotgan Germaniyaga diqqat qilish ifoda qilgan edi. 1900-yili 1-ayning 1-kuni Berlin kundalik obzorlar gazeti bosh maqola e'lon qilib, mo'minlik bilan bosh egib turadigan va o'zaro talon-taroj qiladigan davrning allaqachon oxirlashganligini his qildik. Angliyaga nisbatan aytganda foydali bir savoq. Vaqti kelganda biz butunlay o'xshamagan qiyofatda Angliyaga yuzlanamiz. Texmi ko'p hurmatga sazovar bo'lamiz dedi. Faqat Sotsial Demokratlar partiyasining algı gezdila dostana bo'lmagan ideologiyaning nuqtasini yozdi. Yeni yil va yeni asrga bo'lgan tabrik so'zi kapitalizm muqarrar yo'qoladiganligini ta'kidlagan edi. Ammo bu gezdni ogohlantirib, bizga aniqki hozirgi zamon kapitalizm jamiyatining yo'qolishi, sinfiy ong'a ega proletariat yoki dangliq sotsializm mutafakkurlari 30 yil ilgari tasavvur qilinganidek undaq tez bo'lmaydi dedi. Ko'pchilikning huzurlanishi uchun loyihalangan bu kelgusi manzillarda darvaqa ideologiya yoki tuzilma ta'limotiga qartilgan hech qanday narsa yo'q edi. Fransiya va Germaniyada sotsializm parlament organlarida allaqachon paydo bo'lganlikdan sotsializm ondan astoydil muomala qilishga sazovar bo'ldi. Ammo dal Fransiya va Germaniyada kishilarning oshkora gap so'zlarda ideologiya o'zgarishidagi har qanday ehtimollikni o'ylashmagan edi. Ideologiyaning to'qinishini tilga elishning texmo hojati yo'q. Aksicha Figaro gazetining Parijlik obzorchisi ayni chog'da moda bo'lgan qarashlarni dal joyida ifodaladi. U yangi asrning qaynoq
hissiyotga emas, balki idrokka to'lgan asr ekanligini faraz qilgan edi. U 20 asrning bizga ato qiladiğini ilm fanning jamiyat va shaxsga singib kirishi bo'lib, ilm fan bizga harakat mezoni beradi. Shalliq va parlaq kelgusi, men shu paytning kelishini umid qilaman. Biz 19 asrdagi ahmoqona o'chmanlik, tetiqsiz ko'rash va nomussiz töhmət qilish an'anamizni cho'rib o'tib, asrning tegi yo'q hanglarga tashlab o'tishni umid qilamiz. Bu narsalar 19 asrning eng oxirgi kunlari g'uvolashidi. İdrokli kishilar o narsalarga qarabmi qo'ymaydi degan edi. Ammo keyin ifoda qilinganiga o'xshash 20 asrning ko'p qism vaqtiga ideologiyaning qaynoq hissiyotlari yetakchilik qilib qolmay, texmi to'g'ri qilib aytganda, o'zini ilmiy nazariya deb atab olgan kommunizmning qaynoq hissiyoti yetakchilik qildi. Darvaqa 20 asrning o'ttirig'i qadar Elbiy daryosidagi Kamchatka yerim oroli va Shanxaygacha bo'lgan dunyodagi eng cho'ng quruqliqda kommunizm paydan-pay keng tarqaldi. 1 milliarddan ortiq xalq kommunizmning hukmronligida yashashga boshladi. G'arbiy Yevropada kommunizm hokimiyatni tortib olishga boshladi. Latin Amerikasida kommunizmning parakandichiligi va Amerikaga qarshi millatchilik harakatlari birikib ketdi. G'arb dunyosidagi ziyolilar orasida mustamlikaga qarshi harakatlarda marksizm keng tarqaldi. Xarakteri o'zgargan harakat bo'lib qoldi. Siyosiy huquqdan foydalanish yangidan erishgan ijtimoiy qurilish, ya'ni sanoatchilikning güllenish ijtimoiy qurilishni mumkinchilikka aylantirdi. Qurolini ishlatishi bilan davlat ijtimoiy turmush, jamiyat bo'ysunadigan va shaxs sadoqatmanligining markaziga o'zgarib qoldi. Gerçi bu xil taraqqiyot dunyo doirasida bo'lsa-mu, ammo bu taraqqiyot eng keskin shaklda Sovet ittifoqida ko'rildi. Masxar tusiga ega bo'lgani Sovet ittifoqi davlat eng oxiri o'zligidan yo'qladi deganga ishonadigan hokim mutlaqlik davlat. Kommunizm 20 asrdagi muhim siyosiy hodis sifatida ko'rilishi, fashizm va natsizmning güllenishi bilan bosh oxiri moslashgan munosabati bor. Amaliyotda kommunizm, fashizm va natsizm to'mirdoshdir. Tarixiy munosabati bor. Siyosiy jihatda ham intayin o'xshab ketadi. Sanoat davrining jaroiti, birinchi avlod hech nimasi yo'q sanoat ishchilarining paydo bo'lishi, dastlabki kapitalizmning razil qilmishi hamda bu sababli paydo bo'lgan kuchlik sinfiy o'chmanlik yuqorqi o'ch izmning barliqqa kelishini keltirib chiqardi. Birinchi dunyo urushi Char Rossiya va Germaniya imperiyasining ayni chog'dagi qimmat qarashi va siyosiy tartibini yimirib tashladi. Birli vaqtda yangidan sanoatlashishni yo'lga qo'ygan Italiyada shiddatlik ijtimoiy davolg'ishni keltirib chiqardi. Yuqorqi barliq omillar ijtimoiy harakatlarni qo'zg'atdi. Bu harakatlar jamiyatga bo'lgan o'chmanlikni, jamiyatga siyosatchilik qilayotgan ideyaning sirtiga yo'shirdi. Hamda tashkillik davlat zo'ravonligini jamiyat qutqizishning quroli deb jar soldi. Gitlerning natsist Germaniyasi bilan Stalinning Sovet ittifoqi orasida portilgan urushda nurg'un kishilar ular orasidagi urushning bir xil o'rtaq e'tiqodning ikki mazhabi orasidagi o'zaro qirg'inchilik urush ekanligini unutib qoldi.
dərvəqə biri bolsa özünü burunqiga o'xshashla marksizmga qarshi turdiganligini jakarlab, ilgir ko'rilib baxmagan milliy o'chmanlikni targ'ib qildi. Yana biri o'zini marksizmning birdan-bir haqiqiy varisi deb qarab, ilgir ko'rilib baxmagan sinfiy o'chmanlikni quturatdi. Ammo bu ikki davlatni kollektiv harakatning eng oliy organi deb qarab, dahshatlik terrorlikni jamiyatni bosh egdirishdagi vosita qildi. İkkisila insoniyat tarixida ko'rilib baxmagan cho'ng qirg'inchilik qildi. Ikki davlat yana o'xshab ketadigan vosita bilan jamiyatni kontrol qildi. Masalan, yosh kollektiv qurdi, qo'shnilar aro maxfiyatlik yetkazgichilarni tarbiyaladi, ommaviy tashviqot vositalarini umumyuzlik markazlashtirib, tekshirish tuzumi yo'li qo'yildi. Eng oxirida ikkala davlat o'zlarining eng qudratli sotsializm davlati qurayotganligini jakarladi. Davomi bor.